Qizlar, это же bomba. Men hozir ko'zim bilan labimni bo'yab oldim. Juda ham yarki chiqdim. Yuzimga maksimal естественный ton qo'llaman. O'shaning uchun shu Ronis CC kremini ishlataman. O'zi shunaqa oq bo'ladi. Suramiz. Surayotganingizda yuzingizning toniga o'zi tushadi. Как будто men hozir просто увлажняющий krem suryapman. Juda ham yengil. O'zi CC kremlarni teksturasi BB kremdan ham yengil bo'ladi-da. Men o'yladim bu CC krem hech narsani yopmasa kerak. Qaranglar, qizarishlarni вообще zo'r yopib qo'ydi-ku. Tarkibida SPF ham bor. Bemalol ko'zimni tagiga ham ozgina surib qo'yaman. Faqat sizlardan bitta iltimos qizlar, hozir bu CC kremga poddelkalar juda ham ko'p. Olsanglar, faqat Real Beauty'dan olinglar, chunki ular O'zbekistondagi Ronis brendini yagona ofitsialniy dileri. Qizlar, это же bomba. Men hozir ko'zim bilan labimni bo'yab oldim. Juda ham yarki chiqdim. Yuzimga maksimal естественный ton qo'llaman. O'shaning uchun shu Ronis CC kremini ishlataman. O'zi shunaqa oq bo'ladi. Suramiz. Surayotganingizda yuzingizning toniga o'zi tushadi. Как будто men hozir просто увлажняющий krem suryapman. Juda ham yengil. O'zi CC kremlarni teksturasi BB kremdan ham yengil bo'ladi-da. Men o'yladim bu CC krem hech narsani yopmasa kerak. Qaranglar, qizarishlarni вообще zo'r yopib qo'ydi-ku. Tarkibida SPF ham bor. Bemalol ko'zimni tagiga ham ozgina surib qo'yaman. Faqat sizlardan bitta iltimos qizlar, hozir bu CC kremga poddelkalar juda ham ko'p. Olsanglar, faqat Real Beauty'dan olinglar, chunki ular O'zbekistondagi Ronis brendini yagona ofitsialniy dileri.